Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar. Mana bizda hozir bunaqangi pechka yasadik. Buni mag'iz pechka deb qo'yilgan, po'choq pechka deyilgan. Ichida chuguni bo'lar ekan bu. Buni bo'shatsa, buni pastga tushadi. Urib taqsa bo'lar ekan, mana shunday qilib. Kuldona. Mana bu yerdan yonganini ko'rsa bo'ladi. Hozir zaporobka tepadan bo'lar ekan. Mana ko'rsalaring bo'ladi. Mana teshigi bo'lar ekan. To'rtta. Mana bu yerga ham bitta odasta qo'ysa bo'ladi, odasta. Tepaga choynak qo'ysa bo'ladi. Mana ko'rsalaring bo'ladi. Iloji boricha svarkani yashirilgan. Mana buni ham svarkasi tayda bo'lgan. Endi mana bunisini bularni tashqaridan qilindi, ilojsiz. Ularda ham imkon qadar odam ko'rganda jirkanmaygan qilib qilganmiz mana svarkalar ham. Buni ham svarkasini yashirganmiz mana. Bu svarkasi ham tay tomonidan qilingan. Tepa ko'rinishidan ko'rinmasligi uchun. Endi yo'llarini bo'lsa svarkalarni chaqlab qo'yganmiz. Baho berasizlar. Bu kul tushar ekan bundan. Mana shunaqangi yangiliklar qilib turibmiz hozircha. Kimga kerak bo'lsa shu pechkadan sotishimiz ham mumkin. Xo'sh, narxi 1.200.000. 1.200.000 so'm narxi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.